Jamashuvda sotilayotgan yana bitta tayyor uyimiz chiqib qoldi. Agar mabodo domga pul yig'ib yurgan bo'lsangiz, mana bu variantni bitta ko'ring, domdan ko'ra tuzuk. Hozir xonalarni ham ko'rsatamiz. Hamma yo'q tayyor texnikalari yo'q, hamma yo'q qoladi. Mana kelaverishimizda darvozani qilib qo'yishgan, hozircha vaqtincha mana tepasini yopib turishgan, lekin tiyomni o'sha leksallarda bitta yopilsa, tiniq bo'lib ochilib qoladi, bemalol mashina sig'averadi va mana so'rilari ham sig'yapti, so'rilari hamma narsasi qoladi. Ketdik endi uyda ichini ko'ramiz. Hovlimiz mana ko'rib turibsizlar, stejka qilingan. Mabodo mana uylarimiz, xonalari kamlik qiladigan bo'lsa, bemalol mana yonga uy qo'shib olsalaring ham bo'ladi. Agar mabodo uy qo'shmoqchi bo'lmasangiz, bu yoqqa bemalol o'sha o'zingizga basseyn, mashina dala hovli qilib olgani ham o'ta zo'r variant. Kelaveringlar. Bu yerda ikki xona dahlizi bilan mana bu yoqdan ko'rsatadigan bo'lsak, oshxona mebellari, avtomat kir mashinalar, mana shivayki gaz plitalar, xullas hamma sharoit qilib qo'yilgan. Bu yoqda bemalol o'sha oilaviy o'tirib ovqatlanib, maza qilib o'sha xolodilnik, televizor, hamma yo'g'i bor, hamma yo'g'i qoladi. Endi mana xonamizni ko'rishlaring mumkin. Pol, patolog, remontlari hamma yo'g'i yangi, o'ta chiroyli, tiniq holatda turibdi. Bu yog'imiz mana yotoqxona uchun mo'ljallangan, hamma narsasi qoladi. Bu yerdan faqat kiyim-kechaklar chiqib ketadi xolos. Endi o'sha aytganimizdek, mabodo bu yerda xonalar ozlik qiladigan bo'lsa, bemalol bu yoqqa o'zlaringga yana nechtadir xona qo'shib olsalaring bo'laveradi yoki bo'lmasa o'sha aytganimizdek dala hovliga moslab nimalardir qilib o'sha ziloniy zonalar bilan moslab olsangiz bo'laveradi. Hovlimizda umumiy yer maydoni 2,5 sotikdan iborat. Hop. Ichimlik suvlari kelgan, ichimlik suvlar hatto mana o'sha hojatxonani oldigacha o'sha chanoqlar bilan moslab tayyor bitirib qo'yishgan. Kelasiz-ku. Shunda ochsak chiqaveradigan holatda. Suv uzilmaydi, yaxshi tarafi soat beriladigan emas, yonida bashna bo'lgan hisobiga suv uzluksiz chiqib turadi. Atrofi polniy devor bilan o'ralgan, mana darvozalargacha qo'yib qo'yilgan chiroyli qilib. Hop, kelib shunday kiyim-kechakni ko'tarib kelib yashayveradigan joy, manzili. Bu yerda manzilni batafsil tushuntiradigan bo'lsak, Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashuv shaharchasida joylashgan mana shu tayyor xonadonimiz. Manzili batafsil o'sha beton zavod yonidagi yangi o'sha qurilgan 2 sotiklik o'sha kottejchalarda joylashgan mana shu xonadonimiz. Hop, narxini 30 ming deb qo'yilgan oldingi safar, lekin bu safar o'sha ko'ngillariga qo'l solib yurib 27,950 dollarga shunday bosib olsalaring bo'ladi. Hamma yo'g'i qoladi aytganimiz, suv-yu, o'sha texnika-yu hamma yo'g'i shunday qoladi. Mana shunaqa lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegramda Mingbuloqda deb yozsalaring, yashil belgili kanal. O'sha yerdan lokatsiyasini topib kelib ko'ringlar, ma'qul kelsa telefon qilaveringlar. O'zimizda sotuvda 24 ga 7 telefonimiz yoniq. Telefon qilaverasizlar, kelib ko'rsatib, xudo xolasa yoqish kerak. Hamma yo'q joyida. Kelaveringlar, xudo xolasa ishni bitirib yuboramiz. Sog' bo'linglar. Bu videoni mana shunaqa ixcham uy qidirgan yaqinlarga jo'natib yuborasizlar. Sog' bo'linglar.